Glitsin tabletkasini taklif qilaman. Ya'ni glitsinni bir tabletkadan bir mahal kechqurun uyqu oldidan til ostiga yashab shunday uxlash kerak. 22:00 gacha. 22:00 dan keyin ayollarda gormonlar ishlash payti bo'ladi. Ya'ni hamma gormonlar ishlab chiqarilib, ular o'zini faoliyatini olib boradi. Shuning uchun mana hozir e'tibor bering, nima uchun semirish paydo bo'lib ketdi? O'zi ustiga ovqat yemayman, doktor. Nimaga bunaqa semirib ketaman, suvdan semirib ketyapman? Yo'q, u ayolning uyqusida problemasi bor. 22:00 dan keyin uxlash kerak. Men shaxsan masalan men o'zim aynan kun bo'yi charchab yurganim uchun borib iloji boricha tezroq ishimni tugatib, tezroq uxlashga harakat qilaman. Va ertalab lekin juda erta turaman. 3 ta, 4 ta, 5 ta masalan. Eng oxirgi turgan paytim 5 bo'ladi. 6 ga kamdan kam turaman masalan. Kechqurun yaxshi uxlab olaman. Ertalab nima qilaman? Kun bo'yi yana ishda yuraveraman masalan. Unaqa charchoq his qilmayman. Unaqa charchoqlar bo'lmaydi. Shuning uchun 20